Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi podkastimiz mavzusi tafakkur va ilm haqida. Bugun biz mantiqni vazifalari, uning asoslari va uning inson hayotida ahamiyati haqida gaplashamiz. Shuningdek, buyuk alloma Abu Nasr Farabiyning ham mantiq bo'yicha fikrlariga to'xtalsak. Avvalo, mantiq so'zi arabcha logos so'ziga yaqin hisoblanadi. Logika esa grekcha logos so'zidan olingan. Bu so'z fikr, so'z va qonuniyat ma'nolarini bildiradi va demak insonni to'g'ri fikrlashga undaydigan fan. Mantiq tafakkur jarayonini o'rganadi. Inson biror narsani hal qilishda doim mantiqqa tayanadi. Masalan, daraxt o'simlik, terak daraxt. Yoki yana bir misol, har bir kimyoviy element atom o'g'irligiga ega, mis kimyoviy element va demak biz ham atom o'g'irligiga ega. Bu misollar orqali biz mantiqiy xulosa chiqarishni o'rganamiz. Buyuk alloma Abu Nasr Farobiy mantiq insonni fikrini to'g'ri yo'lga boshlovchi fan deb ta'riflagan. Uning fikricha, grammatika tilni tartibga soladi va tafakkur mantiqni ham tartibga soladi. Biz fikrlash jarayonida hech qanday xatolikka yo'l qo'ymasligimiz uchun biz mantiqdan foydalanishimiz kerak. Mantiq nafaqat ilmda va balki kundalik hayotda ham juda muhim. Chunki inson fikr yuritishda, bahs munozaralarni va muammolarni hal qilishda to'g'ri fikrlashi lozim. Shu sababli mantiqni o'rganish barcha insonlar uchun foydalidir. Bugungi podkastimizda orqali tafakkur va mantiq haqida qisqacha ma'lumotlar berdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishni davom ettiring.